VPN'lar yoqildi. Kayfiyat zo'r, hammasi zo'r. Boshlaymiz. Assalomu alaykum hammaga. Trade meme reaksiyani navbatdagi soni. Ko'p gapirib o'tirmaymiz. Boshlaymiz. Assalomu alaykum hammaga, hormanglar. Xudo xolasa shu yangi yil kunlarini ko'rib turgan bo'lasizlar. Yangi yil kunlari shu videolarni ko'rib turgan bo'lasizlar nasib qilsa. Yo, yangi yildan oldin, xudo xolasa. Hammalarni kirib kelayotgan yangi yil bayramlari bilan tabriklayman. 2026 yil hammamizga omadli, profitli bo'lsang, eng asosiysi. Keshda, faqat kesh. Demak, boshladik. Xudo xolasa Instagramda 1000 ta bo'lamiz 25-yilda. Qo'llab-quvvatlab tursanglar. 700 qanchadir ham bo'lib turibmiz hozir. Like bosinglar. Podpiska bosinglar. Jo'natib tashlaylar. Boshladik. If you want to be the top 1%, this person right here, you have to understand that you can't think like the other 99% of people. But if you want to separate yourself from the 99% to become the 1%, you have to stop giving a shit what the 99% 1% odamlar nima qiladi? 1% odam, sen 99% odamlarga o'xshamasligini xohlasang, dotda. Hamma dam olayotganda sen ishlash kerak. Bu ana. Shunaqa ma'noda ishlayotgan payti. Sen dam ol, sen motivatsiya. Chala motivatorlar. Kim biladi u videoda kim biladi u anaqa gambling qilib o'tiribdimi yoki 1xbet o'ynab o'tiribdimi, PS o'ynab o'tiribdimi? Ana rasvo bo'ldi, barbod bo'ldi. Qani pay yotaveradimi? Ha, bu ham bizda bo'ldi-ku bu holat. Men buni shunaqa qilganmanmi? Yo'q. Men ishlaganman, xuddi shunaqa ishlaganman. Kichkina lot ochganman, katta shotim bor edi. Kichkina lot ochganman. O'sha o'tirgansiz. Bozor teskari ketganda, ketaversin, kichkina lot deganman. $50, $100 hech narsa qilmaydi deganman. Katta minus bo'lsa $50, $100 bo'ladi. Qarasam, shunda tushdi-da, bay ochib qo'yganman. Bozor pastga taq oqdi, o'sha NFP payti edi. Taq oqdi-da, keyin raketa uchib ketdi. Ko'rdinglarmi? Bilaman, buni muhimmi deb o'zimdan motivatsiya olyapman. Lekin bu yaqindami bo'ldi? Yaqinda deganim 3-4 oylikdan. Metro dedik-ku birga. Shunaqa. Otadimmi oxirida? Nima bo'lsa, dalish ketib nima bo'lsa ham stopga urmasdan ketdi, asosiy narsa. Stopga bormasdan. Главный страх. Yoshligimizdagi eng katta qo'rquv deganda, asosiy qo'rquv. Paul Tog'ov. Kim edi? Jerom Paul. Jerom Paul. Tak, keyin kim bor yana bizda? Tez o'tirib yormanglar. Sen uyingda reels ko'ryapsan. Ana bizga tegishli ekan bu ham. 19 yoshli yigit $3 million Bugatti sotib olganda sen uyingda reels ko'ryapsan. Sen biz uyda emasmiz-ku zato. Biz reels ko'rayotganimizni ham nima deydi? Foydali ish qilamiz, короче, o'zimiz uchun. Kelajak. Dada maktabga borgandan ko'ra uyda qolib trade qilsam maylimi? Mayli qo'yadi. Bir bosib yig'lamardi. Ko'ziga dekabriyamida? Januar dekabr. Qaysi kino edi? Esdan chiqib ketdi. Ko'rganman buni ham. Yo'q. Ko'rmagan kinoyim qolgan, pashta hammasini ko'rib chiqqanman. 12 soat Yandexda ishlab 300 ming topib, qizil chiroqdan o'tib ketib, uyga kelgandaman deydi. Uyga kelayotganman. Siqilib kelyapti. Rostdan 12 soat ishlaysiz. Nech pulga bilasizmi qizil chiroq? Yo'q. 680 ming. O'shandan qimmatligi aniqda. 680 mingmi shunaqada? Yana bir kun ishlaydi. Yana bir kun tekinga ishlab beradi. Men qizilga tushmaganman, lekin ko'p palasaga anaqaga tushardim. Radarga 66 tezlik bilan tushardim o'ziga. O'zi 65 o'zi limit, 66 da tushardim men. Lekin hech kimga aytmayman, lekin alovatlari Picobyte-mi? Picobyte. Gigabaytdan terabaytdan kattasi. Terabaytdan kattasi. Bir picobayt shunda necha? 1000 terabayt. Yo'q. 1000 terabayt? Shunaqa.
Aytishlikda bo'lsa yozib ketsin kommentariyada. Menimcha shunaqa. Picobyte men to'g'risi ko'rmaganman. Bo'lsa ham u serverlarda bo'lishi mumkin. Ha, juda katta server. O'zbekiston sharoitida men ko'rmadim to'g'risi. Yo, bitta anaqa qo'yib qo'yibdi, men kompyuterga qo'yib qo'yibdi degasi. Qizig'i. C-disk yana. Yana SSD bu yana. Ming SSD bu yana. SSD deb yozilmagan. Ya, C-disk-ku. Bo'laveradi. Farqi yo'q. Ha, bu joyini men bilmas ekanman. Adashdim. Picobyte. Picobyte deyilami shu? Picobyte. Adashmasam shunaqa. Vallohi alam. Yozib ketinglar kommentariyada qanaqa deyiladi. O. Razgon. No Ferrari, no risk, no Ferrari. 1 yillik omadini bittada ishlatish qanaqa bo'ladi, bilasizmi? Birga necha? Necha No risk, no Ferrari, ha? $254 Bu dan. realmi deyman-a? Endi men bu logotip qo'yib qo'yish qiyin emas o'zi aslida. Photoshopda. Ha, To'g'ri. Photoshopda broker bilan kelishib qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bunimi? Ha. Broker bilan kelishib yana nimalar qilsa bo'ladi ayting? Qolgan joyda ochsa. Qarichi, qolgan joyda emas. Bozor yurib olgan bo'ladi-yu. Siz oldin ochmagansiz, O'shanda. lekin Bitimmi? Ochildi deb ochiq ko'rsatib turadi shuni. Ochiq deb ko'rsatib turadi. Tushundingizmi? Bozor misol uchun, tilla misol uchun 3000 da turibdi-da. Xo'p, qarang, gapingiz bo'laman. Nima foyda u? Brokerga nima foyda? Brokergami? Broker sizga yordam bergan Qarang, nima foyda? broker sizga yordam bermaydi. Siz ani kattaroq odam bo'lsangiz, gapingiz o'tadigan odam bo'lsa, bloger bo'lsangiz, mana men foyda qilolmas, ham qila olasizlar deb boshqalarga o'sha brokerni o'tkazadi, tushundingizmi? Ha, men brokerda savdo qildim. Men Mana brokerda shu savdo broker qildim. ishlayapman, mana. Men bunaqa foyda qilyapman. Yo'q, brokerda emas o'zi asosiga. Prosta broker ish qilib beradi. O'sha bloger odam ko'rsatadi, mana men foyda qilyapman. Tushundingizmi? Ochmagan bo'lsa ham, oldin ochilgan, mana hozir foyda turibdi deb ko'rsatadi, tushundingizmi? Ochiq bitim ko'rsatadi u. Yopilganini ham ko'rsatmaydi, ochiq bitim ko'rsatadi. Tushunarli. Mayli, $254 dan 478.588. Filyontasin. Mayli, omadini bersin. Shunchaki shamollaganim uchun deb o'ylagandim. Va ertasi kuni Cristiano Ronaldo xonaga kirib keldi. Jinni bo'lganda, mana qarang. Yo'q, Nima? u rak bo'lgan. Cristiano Ronaldo nima? Cristiano Ronaldoning muxlisi-da bu tipda. O'sha futbolistlarni bilmaysizmi? Rak bo'lgan odam bemorlarning oldiga borib, xursand qilishadi o'limidan oldin. Uni bilmasdim men lekin. Bilasizlar. Har safar Ronaldo keyin boshqa yulduzlar, hamma yulduzlar qilishadi shunaqa ish. O'yladim jinnixonaga kelib qoldi, уже kimlardir Ronaldo deb yuribdi deb o'yladim. Yo'q. Yana tushunmadim men. Ketdi menga hayt. Bu millionchi son bo'lsa ham ma'lashga tushunib o'tirdi deydi hozir. Bu safar endi o'zingiz montaj qilasiz, yaxshiroq qilasiz. Kesib o'tirmayman bu joylarni. Yerinaman men. Buni o'qib o'tirmaymiz, hamma tushundi. Voy ifloslar, tualet qo'ydi. Qani ifloslar. Bilasiz, ularni maskarasi. Da, treyderlarni o'sha trading. Hisobini olib keyin yurgan. Siz tepaga, pastga qaradingizmi? Men pulni tepaga qarab o'tirdim. Men qachonki odamlar yillab o'rgangan narsani 10 minutda qila olmasam. Jizalik. Menda ham shunaqa. Odamlar yillab o'rgangan narsasini siz qanaqa 10 minutda qila olasiz? Qila olmaysiz. Endi anaqa nima deydi misol uchun? O'zi bitta odam bilan bitta odamni solishtirish noto'g'ri. Mayli. Ayting endi. Ya bu siz avlodingiz boshqa-ku. Bizning avlod shunaqada. Siz 99 mi? 8. 8. Men ham Z avlodga kiraman. Men 2004. Yo'q, siz Z'ga kirmaysiz. Siz anaqa nima deylardi bilan avlodi? Alfa. Millenialmi? Tosh azriga qaytarib qo'yishdi. 2000-yilgacha shunaqa deydi. Kingdan keyingisi Z avlod bor, alfa, beta shunaqa avlodlar bor. Z avlod bizaniki. Men ham shu Z avlodlarda qolgan bo'lsam yo'q, siz 2000 dan pastsiz. Xafa bo'lgan mo'ylovlar odamlarni montajda qo'yib qo'yadi. Bizan bilet. Kimrek qildi qitmirchollar. Bizani avlod shunaqada. Ano kimdir, misol uchun qaysidir ishga boradi-yu, 10 kun ichida eplab keta olmasa tashlab ketadi. Tez bo'lishini xohlaydi, shunaqa. Tez. Shunaqa.
Mana ko'rdingizmi, mana avtosalonda bir oy ishladim. Lekin zo'r ishladim. Mana meni sotib tashladim. 5 million Sigaret. trading o'zim. Devorga boshlab turibdi o'zi. O'zim pishirgan osh o'zim yeyman dedi u bechora. Tan. Hech kim aytolmaydi. Bitta ozgincha ko'raylik, bitta post sразу o'tkazib yuboramiz. Ammo After Bunaqa Effects qilamiz. qo'ying. Hozir shuni ko'rdik-ku. Buni hozir ko'rmadik. Hozir Tepasidan ko'rdik. Ko'rdim dadashim. O, ana. Ular seni 1-2 so'm topib kibr bo'ldi deb o'ylashyapti. Lekin ular Bilishmaydiki, trading oson. insonni psixologiyasini buzishini. Bilmadim. Nima bo'lgan o'zi? Endi Ha, o'zi emotsiya yo'q, o'chib yo'q, qolgan. tradingda anaqa ko'p qolib ketgan, endi foydaga chiqqan. No, o'sha foydaga chiqish jarayonida hamma bilan aloqani uzib tashlagan. Taxminan shunaqa. Anaqa bo'lib qolgan tipi. Ana hech kim yo'q. Xomushroq bo'lib qolgan. Unaqa bizda unaqa emas, bizda zo'r-ku, xudoga shukr. Chunki biz hali foyda qilmadik. Bu yil hisobiga chiqadi. Shoshma. Tanlab bo'ladi. Mana shu yomon yoqqan bor, mana shu desang. Har bir qiyin tanlayapti. Haqiqatdan. Qara. 3 million oylik. Agar bu ishni olsam, uni uddalay olsam, menga kafolat kerak. Aldamayotganingizni qayerdan bilay? Bila olmaysiz. Biznes. Bizda xuddi shu narsa. Trading bo'lish kerak. Tradingda. Qara. Biroq men aldamayapman. Ko'p bunga aralashmagan ma'qul. 3 million oylik. Ko'tingni qasd deyapti-da. 3 million oylikka ishlayver deyapti-da. Chimgina. Bundan qarab turib, biznesga qarab turib, aldamayotganingizni qayerdan bilaman dedi. Menga kafolat kerak desa, bila olmaysan dedi. Lekin men aldamayman deb qo'yadi. Haqiqatdan hayotdan Agar bu ishni olsam, olingan. uni uddalay olsam, menga kafolat kerak. Hayot uchraydigan narsa haqiqatdan. Bila olmaysiz. Bila olmaysiz. Men aldamayapman. Yana. Jizada. Stop loss'im manaqaga 0 ga surganimdan keyin deyapti. Tushundingizmi? 1-2 ming bilasizmi? Mazza-da. Olsa ham bezu bitga. Mana shuni qarang. Xursand. Bundoq o'tiring. Bundoq o'tirsangiz g'alati bo'ladi. Nimaga? Yopilib o'tirgan bo'lasiz-da. Instalik FX qo'y. O. Bir bola FX, bir bola nimalar. Hech kim ayrimlar hech kim emas, ayrimlar tushunmaydi ham haqiqat. FX nima bu? FX trading deb qo'yadi keyin. O'zi bu yerda ma'no boshqa. Ham videodan o'zi. Ha. Gap o'zi boshqa. Ma'no boshqa. E'tib o'tirmayapman. Chunki rangidan ko'rinib turibdi. Hop. Xursandligini qarang. Bir bordi qiziga. Pofik bor edi. Bu Trump o'g'limidi? Takoya bu ham. Sochlarni qarang. Pulingiz bo'lsa siz ham takoy bo'lasiz, nima? Pul hammada bor aka, pul. Endi unaqa pul yo'q lekin. Qachon tegadiganini boshlagan odam Bari. nima bo'lgan? Ano, tajribali trader, trading endi boshlagan odam ustida hech qachon kulmaydi deyapti. To'g'ri gap-ku. G'alati gap, oddiy gap. Ha. Ibratli so'zlar. Menga har doim egzingizni selif qilib, boshqa brokerda stop loss ham olmayman. Egzingizni turibdi. Chunki stop loss surib ketadi-ku. 5-10 pips. Ha, raziyasi bor. Maktabda boy bo'lish. Maktabda boy bo'lishni o'rgatmaydi. Chunki nima? Davlatga tadbirkorlar emas, ishchilar kerak. Siyosatga aralashmaymiz. To'poy gaplar demak shunday. Ha, panda. Nimasini tushunganingda o osonlashib ketadi hayotdan unaqasiga aylantirib tashlamas. Qachonki hayot mashina olish va uylanishdan iborat emasligini tushunganingda. No, qachon tushunasizmi, shuni bilasiz. Pulingiz bo'lgandan keyin, Pulingiz bo'lib, uylangandan keyin, mashina olgandan keyin tushunasiz. qorni to'q odam keyin boshqa narsani o'ylaydi.
to'ymaguncha baribir qon to'ydirish o'ylaysiz. Ana piramida bor. Aytib baxt deydi, pulda emas deb qo'yadi. Hmm. Orqada mashina, uy hammasi bor. Eng yomoni o'shanga erishgandan keyin tushunasiz. Bunaqa gaplarni. Tushunib yetding. Yo'q, hech kimsa. Bu ham mayli, tuqdiramiz kerak emas. Manasini tushunmadim. Agar sen trader bo'lsang, demak sen allaqachon millionersan. Millionersan, ha. Bu faqat vaqt masalasi, xolos. Sabr qil. O'rgan, harakatda to'xtama. Yo'lda ko'rishamiz, atlet. Atlet. O'shani ko'rasizmi siz? Yo'q, ukam ko'radi. Sen ko'rasiz. Tanishim trading oson, arzon. Arzon olib qimmat solsang bo'ldi-ku. Everybody gotta have a drink. Tradingni qarang. Bu daraja oson emas. Mening orzuyim kelajakda olish. Trader. Wow, o'sha yaxtan sotib olish. To'g'ri. Kattaroqda maqsad. Kattaroq emas, u shu. Yaxta nechib turishini bilasizmi? Yo'q. $1,000,000mi shunda? Milliondan ancha ko'p. 15-20 million. Bunaqasini bilmadim. Bunaqa ustidan qimmatroq bo'lishi kerak. Tepasida nimalar bormi? Ota deganmi yo? Yo'q. Ha, nima ekan? Ishim katta ekan, Titanicmi nima balo bu? Yaxtani kattasi. Qachonki 5 lot ochaman deb 5 lot ochgan bag'as. Uxladi. This is the end. Do'stimning orqali silib bo'lgan va kechasi derazam tagida. Qaratirgan. Yo'q, jamchalik emas lekin. Traderlarning pul taqsimlashi, tradingga, ovqatlanishga va qo'llar tradingga. Bor puli tradingga, ovqatiga, bir kunlik ovqatiga ketadigan pul qoldirgan. Biznes. Manda qilib teskarisi bor. Tradingga. Ko'p ovqat yeysizmi? Ovqatga lekin ko'proq ajrataman, rostdan. Tradingga endi proshka sotib olganman. Shundan ham bilsa bo'ladi. Me'yorda bo'lgan yaxshi. 1 pips Stop qo'yib, 320 pips proshkasam. Aytlar haromda bichigar. Haromda bichigar, bu haromda bichigar. Bichigar yomonda bu. Kulishini qarasangizchi. 1ga 320 ishlaganda shunda. Ya 1 pips Lekin 1 pips stop bo'lmasa kerak. 1 punkt emasda endi u вообще. 1 punkt desa boshqa gap. Ano, uchib ketayotgan videomiz bor-ku, punktmi, pipsmi deb gapirganman-ku. Haligacha hit qilishadi. Bittasi aytadi, to'g'ri yozding, bittasi bilmaysan deb Aytadi, hali o'zing anaqa ajratib ol, pips bilan punkt ajratib olsam bo'ladi. Unaqa. Trader ekanligimni bilgan do'stim $10 berib, ming qilib qaytarib bersa. Ammo axir buning imkoni yo'q, bu qo'limdan kelmaydi. Yo'q. Bu dunyoda o'limdan boshqa hamma narsaning imkoni bor. Ha, tushundim, endi tushundim. Supermen Teskari o'qim. Menga shunaqa tanishlarim bor. $10 $100 qilib berdi, $1000 qilib berdi. O'rta $10 tashab 100-200 qilib bo'lmaydi. Bitta razgon qilib qo'ydim. Yo'q, bo'ladimi? Bo'ladi, domman. Faqat tayyor bo'lsa yo'qotishga domman. Ha, unda bo'lmaydi. Xo'p, $222. Har doim deb o'qilib stabil ishlayman deganingda ko'z qisib qo'yapti. bitta pul ishlaylik dedi. Olasan chiqasan dedi. Kinoni ko'rgandir. Siz qaytyapmi? Uzr. Человек-паук? Ha, bumi? Ha? Ha, ko'rganman. Lekin bu joyini ko'rmaganman. O'sha joy eng qizg'in joyi-ku o'zi. Dani Peter Parker qizi bilan uchrashgan ketayotgan bundoq qaraydi, ko'zini qisib qo'yadi. Chunki bu uchrashavergan bo'ladi deb o'ylayman. Короче, men anaqa qayta harakat qilaveraman, foydaga chiqmaguncha deyapti-da. Qolmadi. Oxiri chiqdi. Qolmadi lekin. Hammasini otdi. Titratganmi bu? Bilmayman, nima bor-ku o'zi? Bors nimadir короче. Hayvonlarni bilmaymiz. Ya bu hayvonni men bilmayman. Men ham bilmayman. Tishi bor. Tishi ham bor ekan.
Xursand bo'lishini qarayman. Bay olaman deb ochildi. Endi sen ishlamoqchi. Erisay. Ketdi. Urvaryapti. Beresa ham. M model. Ham. Uxladi. Voy. Bo'ladigan holat. Mana biz ham modelga o'xshab ketyapti. O, bu zo'r model misol uchun. Chiroyli. Stop. Endi shu joyda tushuntirib ketsak bo'lardi. Mayli. Ha. Sal. Bu normal holat. Siz strategiya ishlamaydi degani emas, stoplar olinadi, lekin siz montajdaniya, ya'ni Matematik ustunlik. matematik ustunlik hisobiga Foydaga chiqishingiz minuslardan chiqib ketasiz, foydaga chiqib ketasiz. O'shaning uchun stop olishi normal holat. 100% strategiya yo'q, o'shani to'g'ri tushunishinglarni xohlaymiz. Hamma modellar ham ideal ishlab bermaydi har doim. O'shani ham hisobga oling. Yo, men yoqda degan. Oy. Razgon, Sizga yoqadigan videolar. Razgon, bosish kerak. No risk, no Ferrari. Qani? Yo'q, qaysi mantiq bilan selashgan mana shuni tushunmayman. Hozir bosish kerak. Ana. 25 ekan. Ochib yotibdi. Ana bir shotni ko'rsatsan. Bir silif bo'lib ketdi. News ham ochiqdi. 11:09 qarang. Endi soat to'g'ri bo'lsa. Ana newsda 100%. Yo'q, lekin news emas ekan. Bor. Demoda $20 bilan million. Ochish qarang, shu to'g'ri. Yopish chiqaring. Aqir. Demoligini bilamiz, yozmanglar. Demo. Demoligini bilamiz. Aqlli kerak emas. Telefon o'chib qolmasa bo'ldi. 8% ekan buniki, qarang. Xudoning mulki, atrofim to'la tulki. O'tinaman Xudoyim, qilma shularga kulgi. Asabga kelganda mana shunaqa gaplar. Salomat bo'ling. Hech bo'lmaganda mana shu 3 ta zonani bila olishingiz. Sirli zona ekan, qani? Qo'ymaysizmi? Bizga sirsiz zona Voy, kerak. mana qarang. 251 million qilganmi shuni? Ya'ni 251 million. Bunda kambag'al qolmasdi barku. Bu $60 dan qilish. Kambag'al emas, kimdir kambag'al bo'lib ketardi konkretdan. yoki broker pul qolmaydi. Yani broker bilmayman qancha bo'ladi taxminan. 251 milliondan ko'p bo'lishi aniq. Lekin broker uchun 251 million chiqarib berish bu vashi katta. Bermaydi u pulni, $60 dan qarab beradi. Men broker bo'lganda blok qo'yardim. Akkauntini o'chirib olish kerak. Qolagan joyga bordim. $60 qiyin masala, bermaydi menimcha. Ko'pchilik bizdan katta traderlar ham aytgan bermaydi. Necha pul tushagan? Rostdan ham million qilmoqchiman endi shuni. Qani hech pul bo'ldi. Nima shu to'g'ri? Hech pul bo'ldi. 500 ming bo'ldi. Bo'ldi, короче, zerikdik, buni ko'rmaymiz. Gapimam. O, ikki bola tradingda. Mangu, Kengil. Bog'lasam, poyezdda boraman men. Sekin kamera olib boraman. Riskovat qilish kerak. Takansa riskovat qilish kerak. Takansa. To'yda riskovat qilish kerak, to'yda. Full buy. Yani yaz bitti. Stoploss olsa kechqurun kelinni holiga mayman. Fil ham Yig'lasa kerak. Agar riskovat qilmasangiz, tarix ham yozolmaysiz. O'sha uchun riskovat qilish kerak. Takansa riskovat qilish kerak. Takansa. Yomon yedirgan. Nima debdilar? Nima deydi? Rossiyaga ketmayman deb yig'ladi. Endi qachon nepast qilasan? Buni Xudo biladi endi. Endi o'shanga qarab tag'in endi yashaveramiz qanaqa bo'lsa-da. Misoldan eskilarga gap bor, osmondan nima yog'sa yer shuni ko'taradi deydi. Bag'i endi bunaqa bo'lgandek bunga qarab tag'in o'sha bo'ladi ish nimadan. Ya, mana ko'rib mazza qildim lekin bor. Robot Xorazm lazisiga o'ynadi. Qayerda bu? Yanaqada bu. O'zbekistonmi? Bu
O'z Expo emas. KX bor-ku, KX. Bilasiz? Qashqarga. Yangi O'zbekiston bog'i bor-ku, Akfa universiteti yonida KX ochilgan katta showroom. Vashshi katta-da. O'shda qilishgan. Yozibdilar kommentariyada. Pul tutib ko'ringlarchi, oladimi pulni deb robotga. O'ynashni qarang. Bitingiz shuni qarang mana. Tushunmayapti. Yo'q, azki bo'lmasa ham baribir-da. Robot o'ynayotgan. Robotlar faqat O'zbekistonda o'ynayapti. Lekin bu yomon emas, bu negativ emas. Menga misol uchun kayfiyatimni ko'tardi zo'r. Bo'ladi. Boshqa ish ham qiladi, bu просто o'ynatib turibdilar. Kommentda ko'pchilik aqllilik qilib, nimalar qilib ko'rdim men. Ham ko'rdim. Butun dunyoni oldida uyalyapmiz. Nimada uyalasan sen? Ular o'ynamaydimi? Sen o'ynatmading-ku robotni. Qo'y. Mana shunga tushaylik. Zo'topiyani Hayvonlar shahri multfilm bor. Ikkinchi qismi chiqqan. Qani qo'yingchi? Yo'q, ko'rdim uni. Bu qarchi ko'rdingizmi? Odam emas ekansiz. Mana anaqa Shohjahonda anaqasiga borib o'tirdi. Ketib qoldingiz, Xorazmga endi. Qarang, tak. Anaqada seryozni bo'ldi-da. 8 ta anaqaga 8 bilet Zo'topiyaga tiket so'tdi. Iltimos so'tdi. Turishlarni qarang bularni. Hozir ichkariga kirib borib multik ko'rishadi bular. Gangsterlar ham. To me, being a Seriously, gangster anaqa. was better than being president of the United States. Qarang. Junturmaringiz ko'rmayman. Xotinligi. Men ham dunyodagi odamlar ham Slip. zarbaga chidolmaydi. Qanday kuch bilan urishgani muhim emas. Qanday zarbaga dosh berib, yo'lda davom eta olishing, bardoshli bo'lib, to'xtab qolmasliging muhim. Hayotda faqat mana shunday g'olib bo'lish. $100 10 ming pardon. Masala lekin 100 ming pardon, $100 bo'lsa Men ham dunyodagi odamlar ham hayot bergan zarbaga chidolmaydi. Sen qanday kuch bilan urishgani muhim emas. Qanday zarbaga dosh berib, yo'lda davom eta bo'lishi mumkin. bo'lib, to'xtab qolmasliging muhim. Nega real emas? Mana shunday g'olib bo'lish. montajdami? Ha, montaj qo'ygan. Ko'rdingizmi? Qolib ketdi. O'zgaradi. Odamlar ham hayot bergan zarbaga chidolmaydi. Sen Ekran olib ketish kerak-ku, anaqa qanday zarbaga dosh berib, Это криптокотел, и он реален. Он не просто греет дом, а еще и зарабатывает деньги. Криптокотел? Принцип гениальный. Майнинг оборудования греется. Тепло уходит в систему Mining отопления и apparati обогревает дом. Вы добываете ishlab chiqazadi, lekin tokni yaxshigina ketkazadi. Hozir buni isitish uchun uyda ishlatishayotgan ekan. криптовалюту, Oldin ham а ko'rdim. побочный продукт Ham pul это ishlaydi. горячие батареи и вода. Uyi isitadi. Цифры шокируют. Lekin u bizada mumkin Siz, emas. Bizada mumkin. O'zbekiston qonunchiligini buzgan bo'ladi. Bizada mumkin emas. To'g'ri. Faqat qonunan qilsangiz bo'ladi. Qonunni ruxsatnoma olib qo'yishingiz kerak. Lekin shovqini yomon bo'ladi. Plusiz ham, plusiz ham hech kim Men uni ko'rmadim. Uje ko'rgim kelmayapti. Rostdan ko'rmadim. kafolatlar bermaydi yoki bu sohada hech nima kafolatlanmagan. Kafolatlanmaydi ham hech kim tomonidan. Zo'r. Hech kim bu sohada kim profit qiladi, kim zarar qiladi, kim hayoti yaxshi bo'lib ketadi, kim hayoti yomon bo'lib ketadi, bu narsani 100% bilmaydi. Hech kim. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. O'qituvchi degani bu sohada mana hozir ko'payib ketdi-ku, u kurs o'tadi, bu kurs o'tadi, yo'q. U o'quvchi natija qila olmasa, o'quvchi nimalarga erisha olmasa, o'qituvchi aybdor degani emas. Bu duradgorlik emas yoki ustachilik emas. Buni o'rgatib qo'ysangiz, qo'l mehnati bilan qilib ketadigan. Bu aqliy mehnat bu. Bu psixologiya bilan, aql bilan ishlanadi. Bu hammani ham qo'ldan kelavermaydi. Bu gapim bilan odam ajratish bo'lmasin, lekin hammani ham irodasi yetmaydi bu narsaga, tushunasizmi? Sabri yetmaydi. Duh bo'lish kerak, sabr bo'lish kerak. Bozor oldindan ko'ra bilish kerak. Bu narsalar hammada ham yo'q, uka. O'shaning uchun ham 10 tadan bitta, 100 tadan bitta, uzoq ikkita bola natija qilishi mumkin. Tushunasizmi? G'ong'illab chiqish qiyin. Katta natijani qilib. Qiyin. Iloji yo'q demayapman, qiyin. Vashshi top. Gap yo'q. Zo'r gap. Kim gapirgan bilmayman, lekin Boshidan o'tgan odam gapirgan mana. Vashshi, ana tochkasiga urdingiz. 100 talik hamma gaplaringizga qo'shilaman. Zo'r gapiribsiz. Zo'r gap. Rahmat sizga. Sizdagi treyderlar ko'paysin. Ayni sizga yoqadigan joyda.
Bunday emas-ku axir, hayot bunchalik qiynamasin bizni. Ye. Nima bu? Qanaqa? Tradingmi? Trading qo'ying axir. Bu yerda bilim gapiradi. Nima bo'lsa. Fibonacci. Bundoq qiladi. 68 mi ya? Sening qaysidir analiz o'xshab qolgan do'sting. Do'sting. Tak, to'xtang. Trading haqida gaplashamiz. Bu hamma qo'rqib turgan paytda sizga imkoniyat ko'rishni o'rgatadigan soha. Agar siz trading sohasida yangi bo'lsangiz, pul osmondan yog'ilishini, birdaniga boyib ketishini xayolingizga ham keltirmang. Bu sohada faqat bilim va tajriba gapiradi. Bu sizni sohaga qiziqtirish emas, aksincha. Agar siz kuchsiz psixologiya egasi bo'lsangiz, hoziroq sohani tark etishingizga ogohlantirish. Lekin nabarot, bu soha men uchun deydigan bo'lsangiz, meni Telegram kanalimga o'ting, men u yerda o'zimning analizlarim bilan bo'lishaman va birgalikda savdo qilamiz. Mana shu qiz bola orqali to'pga chiqish xatolik. Qo'ymaslik kerak buni Instagramga. Qo'ymayman. Orasida bitta tursin, mayli. Mana shuni qo'yaman. To'g'rida. Bu metismi? Umuman o'chirib tashladim. Mana shunaqa blogerlar bor. Oldin endi men ko'rganlarim ko'pchiligini bilaman. O'zi zo'r kelayotgan bo'lganda, keyin qiz bola chiqishni boshladi. Qiz bola bilan vashti videolar uchadigan bo'lib qoldi-da. Orqaga ketish boshladi. Yo'q, qiz bola bilan videolari vashti to'pga uchadigan bo'lib qoldi. Qiz bola video qo'ysa, уже bo'ldi, tushib ketadi. Sразу. Ha, auditoriya shunga moslashib qoldi. Auditoriya shu qiz bolaga moslashib qoldi. Ya qiz bolaga emas, o'zi общий. Qiz aralashgan video har doim yaxshi prosmotr yig'adi. Yig'adi shunaqa. O'shani oldini olish uchun bizda qiz bola aralashgan videolar qo'ymaymiz. Qizni o'zini olib chiqib qo'yamiz keyingi safarga. Yo'q. Bo'ldi, tugadi. Oldimi? Yetadi. Mening gaplarim ketdi, lekin hozir emas. Mayli. Ketaverzimmi? Keyingi safar rostdan ham qiz olib keling. O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionati saralash o'yinlarida qatnashdi. Qatar Eronlar 3-0 yutib, jahon chempionatining chorak finaliga chiqdik-ku. Portugaliya bilan tushdik. Gapi to'g'ri chiqdi-yu. Portugaliya bilan tushib qoldik-ku biz. Yo'q, men xabarim yo'q. Ronaldo bilan o'ynaydi O'zbekiston. Вообще Eng yomoni men Ronaldoni ham muxlisman. Men ham. Qachon bo'ladi o'yin? Endi keyinroq. Hammaga rahmat kuzatib kelayotganinglar uchun. Ozmi ko'pmi kichkina bilim nima deydi? Kayfiyat ulashdik deb o'ylayman. Xudo xolasa o'z maqsadimiz ham shu, kichkina bilim kayfiyat. Ishdan charchab kelgan paytinglarda o'sha ikkalasini qo'shib berishar yapamiz. Hammaga rahmat. Kelayotgan yangi yil bayraminglar bilan hammanglarni tabriklayman. Tradingdan trade qilib charchab qolib, shu YouTube'da yoki Instagramda bizning reelslarni ko'rib o'tirsanglar bo'ladi. Sizlar uchun. Ko'rganinglar uchun rahmat. Manfaatli bo'lgan bo'lsa, hech bo'lmasa kayfiyatlarini ko'targan bo'lsak, xursandmiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyin ko'rishamiz, xudo xolasa endi sizlar bilan.